Margarinsiz, ortiqcha mahsulotlarsiz, hattoki qoliplarsiz bittagina vilka yordamida shunaqangi chiroyli va mazali pechenka tayyorladim. Mazasiga-yu gap bo'lishi mumkin emas. Retsepti bilan bo'lishaman. Idishimizga 2 dona tuxum, tuz, vanilin shakarni solamiz. Oddiygina vilka yordamida shakarlari birozgina erigunigacha aralashtiramiz. Hidsiz o'simlik yog'i, elangan un va razrexetilni solib, yumshoqqina elastik, ammo qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizdan 1 choy qoshiq miqdorida xamirimizni olib, koptokchalar yasab olamiz. Har birini shakarga botirib, xuddi videoda ko'rsatilgandek, pergament solingan rist ustiga terib olamiz. Xuddi shu vaqt oralig'ida gaz pechimizni 180 gradusga yoqib, qizdirib qo'yamiz. Terib olgan pechenkalarimiz ustidan vilkani yengilgina botirib olamiz. Xuddi shunaqangi yengil is tushgunigacha qizib turgan duxovka pechimizga pishirish uchun 15 daqiqaga yuboramiz. Bir zumda juda ham mazali, og'izda qum-qum bo'lib erib ketadigan pechenkalarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.